Buni regulovka qilish kerak ekan. Buni haqqa ko'rsatib yuborish kerak. Nuriddin, bu yoqqa qarab oling. Labbay Zafar aka. Qarang, mana regulovkasini chiroyli regulovka haqqa ko'rsatib yuboring. Yo'q, kerak yo'q aka. Nimaga? Nonimni berib qo'yamanmi? Xalq rahmat deydi. Obuna ham bo'lishmayapti-yu. Obuna bo'ladi, siz bitta ko'rsatib bering. Bo'ldi, hozir ligirovkasini ham ko'rsatib beraman, keyin eshikda g'ichirlashini ham birda yo'qotib berishni ko'rsatib beraman. Ligirovka qilish uchun hozir bunga звездочка ключini olib olish kerak. Keyin bitta bog'acha kerak bo'ladi. Keyin отвертка, keyin bitta delfinlatta kerak bo'ladi. Звездочка ключini olib olamizda buni boltlarni bo'shatib chiqamiz. Buni petlisini sal oldiroq tortamiz. Mana bu yerda metkalari bor. O'sha chiziqlar bilan metkalarni bir qilib qo'yib olamiz. Keyin qotirib olamiz. Qotirib olib, eshikni sekingina yopib ko'ramiz. Ancha natija yaxshi mana. Endi buni ideal holatga keltirish uchun mana delfinlardan olamizda. Buni eshikni mana bu yerlarga qo'yib siqib chiqamiz. Buni hozir qo'yib olsangiz, mana kuzov pachoq qilib qo'ymaydimi? Yo'q, buni qo'yayotganda pachoq bo'lmaydi. Agar mana bu tarafini orqaga qo'ysangiz, urgan payt kuzov pachoq qilib qo'yish mumkin. Taxlanib qolsa, tekis qo'yish kerak. Tekis qo'yish kerak. Mana tekis joyini kuzov tarafga qo'yasiz, keyin eshikni siqib chiqasiz. Unda ozroq joylar ochiladi-da, keyin yana va boyagidan ancha zo'r bo'ldi. Endi g'ichillashini qanaqa qilib yo'qotasiz? G'ichillashini endi hozir bunga bizga shpris kerak bo'ladi, masla kerak bo'ladi. O'zini petli, zamoglarni chiqamiz. Mana birinchi petlisiga tegizib olamiz hozir. Endi eshikni sal o'ynatib olamiz. G'ichillashi ham yo'qoldi mana. Endi zamogini yog'laymiz. Keyin ozgina ochib o'ynatib olamiz. O'shanda mehk yopiladi. Bog'lansa mana bunga ishlatamiz. Hozir buni petlarini o'zini sal to'g'ri olish uchun nimani razmerini olib merka olish mana metkalari bor. Ha, o'z metkasi bor. O'zining metkasi ham bor. O'sha metkaga to'g'ri qo'yib olamiz. Mana eshik ham bitta Zafar aka. Bo'ldimi? Bittami? Bitta. Bitta barmoqda yopilmasa hisob emas. O, yoqqan bo'lsa bitta like bosib bering shu bolaga.